Bemorimiz 18 yosh, bo'yin yumurtqasi, disk churasi 6-7 bo'yin yumurtqasidan bipartal usulda olib tashlandi. To'liq tozalab tashlandi. Hojibo, qandaysiz? Zo'r, ajoyib. Kecha bo'ldingiz-a? Ha, kecha operatsiyadan chiqdim. Aha. Xuddi qo'ldan so'rib, kasallikni qo'ldan so'rib olib tashlagandek bo'ldi. Hamma og'riqlar birdaniga tinib, jonimga huzur kirib qoldi. Qo'lda og'riqlar ketdimi, Hojibo? Qo'lda og'riqlar bitta ham qolmadi. Hamma tomondan ishlayapti. Qo'llarim Yaxshi. Mana kecha endoskopiya bo'ldingiz, bipartal. Kesmadimi? Kesilmasdan qildimi? Oldi. Sog' salomat bo'ling. rahmat sizlarga. Qo'llaringiz dard bilmasin. Har doim duolaringizni bo'lib beramiz. Rahmat. Sog' salomat bo'ling, Hojibo. Assalomu alaykum. Men G'ofur Bosra, 69 yoshdaman. Mana 2 kun bo'ldi, 15-mart kuni mana shu Doktor Pardayev klinikasida bo'yinda umurtqa churrasini olib tashlash operatsiyasini boshimdan o'tkazdirdim. Mana vrach Maqsudjon Norqulov operatsiyani amalga oshirdi. Operatsiya yangi zamonaviy usulda, endoskop usulda amalga oshirildi. Hech qanday og'riqsiz. Mana operatsiyadan keyin og'riqlar butunlay qoldi. Yurishga juda qiynalardim. Boshimda oyoqqa bir yoqqa qimirlatolmas edim. O'ng qo'limga asajlana bergan edi. O'ng qo'lim uvishib turar edi. Hamma xastaliklar hammasi xudo xolasa orqada qoldi mana. Hozir soppa sog'man. Shu vrachlarga kattadan katta rahmat. Ömürleri uzoq bo'lsin xalqimizga. Mana shunday xizmatlarni qilib yurishdan charchamasin, qo'llari dard ko'rmasin. Rahmat. Qanday bir kunda turdingizmi? Bir kunda turdim. Mana operatsiya kechadan oldin kuni 15-kuni bo'lgan bo'lsa, kecha yotdim. Kecha kechdim burun o'rnimdan turg'izdi vrachlar. O'shandan beri mana ozodan yurib, ko'p nagazga solmasdan bo'yimga shundan beri yuribman mana. Mana bugun uyga javob berdi. Qolgan muolajalarda uyda olaveramiz, xudo xolasa. Sog' salomat bo'ling, Hojibo. Rahmat. Doim ehtiyot bo'lib yurasiz. Salomat bo'ling. Mayli. Katta rahmat, o'dingizlar. Xo'p.